xabarlardan ma'lum bo'lishicha, professor Ilhom To'xta muddatsiz kesilgandan keyin o'zining hayot prinsipidan, jumladan haqni so'zlash va haqsizlikqa qarshi turish odatidan voz kechmagan. BBC'ning 2014-yili 27-iyun xabarida deyilishicha, Ilhom To'xta turmada o'ziga sunilgan tomoqning halol emasligini, ya'ni musulmoncha emasligini bilgandan keyin ochlik e'lon qilib, tomoq yeyishni rad qilgan. Undan keyin bir xabar deyilishicha, u Xitoy ijtimoiy jinoyatchilar bilan bir kamerga solib qo'yilganda Xitoy mahbuslar uni bo'zaq qilishga urinib boqqan. Ilhom To'xta ularning tegishli adabini bergandan keyin Xitoy mahbuslar uning ustidan shikoyat qilgan. Natijada Ilhom To'xta yolg'iz kishilik kameraga yetkazilgan. Yana ma'lum bo'lishicha, turma doiralari Ilhom To'xtani Uyg'ur mahbus va Uyg'ur soqchi xodimlari bilan mumkin qadar uchrashtirmaslik yo'lini tutgan. Shunga Ilhom To'xtani nazorat qilayotgan turma xodimlari orasida faqat birli Uyg'ur G'ofur Abdurishit bo'lib, u bu yil 2-oyda tutqun qilinib, Ilhom To'xta Uyg'urlarning ko'zidan taltikiz uzoqlashtirilgan. Norvegiyadagi Uyg'ur fondining egallishicha, turma xodimi G'ofur Abdurishit 6 yildan buyon Ilhom To'xtani nazorat qilayotgan xodimlar qatorida vazifa bajarayotgan bo'lib, u bu jarayonda Ilhom To'xtaning bir qism ahvolini, ya'ni turmada yolg'iz kamerada tutib turilayotganligi, haftada bir qatim 15 minut oftobga chiqilganligi va bir qatim og'ir og'rib qolganligi qatorida uchurlarni sirtqa oshkorlab qo'yganligi uchun bu yil 2-oyda tutqun qilingan. Shu 2006-yildan boshlab shu birinchi turmada ishlab ekandik. Ondan Ilhom To'xtaga mas'ul soqchilarning birisi ekan. Ilhom To'xta bir yolg'iz uy turdi ekan. Uni bilan uchrashtirmaydi ekan, boshqa mahbuslarla uchrashtirmaydi ekan. Ondan bu Ilhom To'xta birinchi turmaga yetkazilgandan keyin 2014-yili. Mushu bola qarab kelayotgan ekan. Qarg'alining ko'pinchisi Xitoy ekan. Mushu bola shu eng uzoq qarg'an birdan bir Uyg'ur bola ekan. Ilhom To'xtaning salomatligining bek nacharlab, kayfiyatining chechining butunlay oqirib, ojizlab ketganligini sirtqa yetkazganlik sababidan tutilib, shu bu yil 2-oyning 1-kunisi qon qo'yibdi. Urumchi turma boshqarish idorasining bir xodimi savolimiz va kimligimizdan gumonlanganligini bildirgandan keyin G'ofur Abdurishitning normal ishlayotganligi va navbatda vazifa ijro qilayotganligini ilgari surdi. Nima oldu? Qanday ahvolingiz yaxshimi? Ovozingizda tunib qoldim. Nima olsun-da? Shu ma'vo Ilhom To'xta qarayotgan bu nazoratchi bolaning G'ofur Abdurishit degan shu bolaning ahvolini uqmoqchidik. Shu bolaning bu tutib ketganlik to'g'rimi? Hatto unday ish yo'q. Unda ish yo'qmi? Ishlatib unday ish yo'q. Hozir normal ishlayapti. Normal. Urumchi 1-turma 7-rayonning bir nazoratchi xodimi G'ofur Abdurishitning ahvolidan xabari borligi, ammo ahvolni sirtqa oshkorlanmaydiganligini bayon qildi. Voy. Ammo 1-turma. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshi. Siz ma'vo Ilhom To'xtani nazorat qilgan G'ofur Abdurishit degan bolaning kabi ahvolni uqmoqchidik. Shu bola qayerda hozir? Men sizga javob bermayman bu to'g'riliq. Undaqda bu o'g'inish bo'lmayapti bu turma xodimlarining yig'inida, masalan, G'ofur Abdurishitniki shu xatoliqidan ibrat olish, maxfiyatlikni oshkorlamaslik degandek matemilda. Bo'layotdi, lekin men sizga deb bermayman buni. Siz shu rasmiy soqchimi, yordam soqchimi? Rasmiy soqchiman. Bu rasmiy soqchi bo'lsangiz ham bilishingiz kerak-ku bu. Men lekin deb bermayman zoldimga buni. Bu yil bu 2-oyda tutib ketganligidan xabaringiz yo'qmi undaqda? Xabarim bor, bilmayman, o'rganayotimiz zanmaylar, lekin deb bermayman. O'zini oshkorlashni xodimiga yana bir soqchi xodimining deyishicha, G'ofur Abdurishit xizmat davomida boshqa mahbuslarni ogohlantirish uchun Ilhom To'xtaning turma tuzumiga bo'ysunmaganligi sababli yolg'iz kishilik kameraga solanganligi va bu kamerada salomatligining nacharlashganligini tilg'agan. Bu uchurda shu mahbuslarning ig'zor qilib, ularning urug' tuqqanlari va ular qilib jamiyatda Ilhom To'xtaning taqdiriga ko'ngil bo'layotgan kishilarning quliqiga yetib olgan. Mazkur xodimning deyishicha, doiralar bu diqqatsizlikni maqsadli holda sezgir va salbiy uchur taqtish deb qarab, G'ofur Abdurishitni qo'lga olgan va turmaga tashlagan. Uyg'ur fondining yetakchisi Abduvali Ayibning egallishicha, G'ofur Abdurishit 1973-yili Kordoda tug'ilgan. 1990-yillarning o'ttirlari harbiylikdan qaytib soqchi bo'lgan. 2006-yildan boshlab turmada vazifa tugagan. Bu bola shu 90-yil askarlikka ketib, 93-yili Quruqlik armiya instituti Urumchi tarmoq maktabida o'qib, shu 96-yili bu o'qish bitkazgandan keyin nima bo'libdi ekan? Harbiy xizmatdan chekinib, bu soqchilik almashibdi ekan. Soqchilik almashib, shu qaysi qamoqxona yo, andan 2006-yildan boshlab birinchi turmada ishlab
ilgirki aniqlashlarımızdan ma'lum bo'lishicha 2017-yildagi sotlanganlarning sud hukmi asosan degidek asli yurtidagi soqchixonalar orqali mahkumning oila tabobati va urug' tuqqanlarga yetkazilgan G'ofur Abdurishning yurti bo'lgan Ko'rli bozor ishchi soqchi xodimi o'zining G'ofur Abdurish haqida sud hukm topshirib olganligi va hukmnomani oilasiga yetkazib berganligini oshkorildi. Voy, Bu Korda bozorda soqchixonami? shundoq. Biz sizdan tavallikdan Urumchida turmada birinchi turmada xizmat qilgan G'ofur Abdurishniki oilasining bir ahvolini uqmoqchidik. Shu G'ofur Abdurishniki otamiz qayerda o'tirdi? Bizningki shu birinchi kentda o'tirdi. Birinchi kentning ikkinchi mansida o'tirdi. Dadasi, opasi, inisi bor. Bu G'ofur Abdurishning oilasi qandaq bir oila? Burun bu nuqtalik oila masalan ko'zligi bor. Yo'q, burun bu nuqtalik oila emas. O normalni bizga ta'sir bergan normalni oilasi. Burunqi ahvolda. Undaqda G'ofur Abdurish tutilgandan keyin anda bu oilasi nuqtalik oila bo'ldi, buni diqqat qilyapsizlar. Ha, Bu kesilib ketdimi, yoki kesilmadimi? kesilib bo'ldi. Bu Ilhom To'xtiniki ahvolini oshkorlab qo'ygan degan chog'da bu nimani oshkorlab qo'yibdi asosligi? Buningki tutilishida men to'liq ko'rib olmay qoldim. Men bir yig'inga ketdimmi, ketib kelsam, xabarni beribdi shu o'ltirishliq mahallaga. Bu yolg'iz o'y turadiganligi, og'rib qolganligi degandek shu uchurlarni oshkorlab qo'ydi degan gap to'g'rimi? Uni bizga ko'rsatmadi, uni o'qimaymiz. Endi buni tasda oshkorligi emasmi, boshqa mahbuslarga tarbiya berayotgan chog'da Ilhom To'xtidan iborat qilinglar, turmaning tuzumiga bo'ysuninglar, bo'lmasa bundaq o'zinglar beshiga avarchiq tepasizlar deb shu gapni qilib ekan degan gap bor. Shu mazmundagi dedi. Sotga sizlar qatnashtirolmadinglarmi? Sot qatnashinglar. Sot qatnashmadik. Ketgandan keyin nemesi keldi-ku. Kesim kesilgan uqtirishi keldi. Kesim kesilgan uqtirishi bevosita sizga keldimi yoki boshqa birisi oilasiga bordimi? Oilasiga topshiriq qilish to'g'riliq oilasiga bizga keldi, oilasiga berdi. Buning deyishicha, sud hukmida 7 yillik kesilganligi xotirlangan. Bu qancha yillik kesibdi shunda G'ofur Abdurish? Bizga kelgan narsada 7 yil deyman. 7 yilmi? Ha, 7 yil. Hurmatli radio anglag'uchilar, biz yuqorida professor Ilhom To'xtining turmadagi og'riq holatini sirtqa oshkorlagan G'ofur Abdurishning kesilganligi haqida anglitish berdik.